Assalomu alaykum do'stlar. Mana ko'lning bo'yida kelganmiz dachaga. Kelaverasizlar. Bu tomonimiz Zolotoy. Zolotoyga bir qadam qo'yib Mishakadan o'tgandan keyin Zolotoy. Zolotoyga Mishakaga yetmasdan mana ko'limiz, mana dachamiz, mana dachada ichkarida sharoitlar, hamma tomon komfort. Mana bilyardlarimiz, sharoitlarimiz zo'r. Kelaverasizlar. Mana biletlar, hamma tomon sharoitlar zo'r. Xonalar, kabinalar abden hammasi zo'r. Qayerda bo'lamiz pishyapti? Mana nimalar maydalab solingan. Akalar qayerdan kelgansizlar aka? Akalar Jizzaxdan kelgan. Jizzaxdan kelganmiz, endi bular qaynab chiqsa biz so'lamizda. Biz ham shunday bo'lsin deb endi niyat qilib turibdi, Xudo xolasa. Dam olishlar zo'r. Mana Xudoga ming qatla shukr yetkazganiga shukr Allohimda. Endi mana shu paytlarga sog' salomat qatorimizdan hech kimni kamaytirmasin Allohim. Yaxshi hammasi dam olishlar, hammasi joy-joyida. Bular pishgandan keyin biz so'lamiz, Xudo xolasa. Sog' bo'l. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana keyingilarda qo'ysin. Mana shashikka va cho'qlarimiz tayyor bo'lyapti. Siqlangan shashiklarimiz hamma tomon zo'r. Boyasi pivo qani? Mana do'stlar davrasi bu. Do'stlar davrasi juda ham ajoyib. Hamma sharoitlar bor. Mana tabiat qo'ynida o'tiribmiz. Tabiat qo'ynida. Mana shashiklar, mana og'on qozonlar, hozir xudo xolasa go'shtlar solamiz. Mana bu yerda katta mana bu davrani o'ynar, mana yigitlarni o'ynar, mana do'stlar. Ajoyib insonlar bular bari. Mana shu o'tirishimiz sababchisi mana shu inson. Mana shu inson o'tirishimiz sababchisi. Bu bilan mana bu yigit. Mana bu yoqqa qarab turgan kepkadagi yigitimiz shu o'tirishimiz sababchisi. O'zimni ham qo'shganku.